Shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat. Yana shtrafmi? Jonga tegdi bu shtraflar. Ha, ukam. Assalomu alaykum. Aka, salbetga olmaysizmi? Qiynalganman-da, kvartiramga kerak. Qornim och, ustim juqa, agar ko'plar sochib olaman-da. Nech pul? 100 ming so'm. O. Ha, mayli, senga ham yordam bo'ladi. Bitta berchi. Rahmat aka. Aka, hani qornim ochda, han shirinlikdan berasizmi? Ha, bo'pti, ma. Senga nasib qilgan ekan-da. Sifat shirinligimi? Ha, sifat shirinlik, zo'r shirinliklar. Maza qilib yeysan. Ha, bilaman. Aka, bolalaringiz ham bormi? Yo'q, hali uylanmaganmi? Ha, ikkitani ham bering agar. Oh, shustri bo'lagansan, ha? Ma. Rahmat aka. Yaxshi o'qi, xo'pmi? O, rahmat aka. Bo'pti. Qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam. Yana bir ikki kun ishlasam, bemalol keyin Dubayga ketaman Damashqqa. Bu ishdan charchagim ketdim-ey. Aka, vilajningizni qaytarib olmaysizmi? Meni insofim bor, 50 mingga beraman.